Dixlofos. O atardı qıçığı şekilli. Dada, men issiqni olib keldim. Qani qaytimi? Mayda pullik uchun omonman qolib ketibdi. Uyini Amerika massasi bilan uraman, tur yo'qolab ket. Dada, ey! Uzr, dada, men olib keldim. Chekini olib keldingmi, keshbek uraman? Chekini olmabman, dada. Bor qo'y yag'i tez-tez olib kel. Mo'susramay o'la. Dada, atila qilyapsizmi? Ana, 35 teng. Arzimagan pul u dada bu. Toma ko'l bo'lar o'g'lim. Mana ustingdagi kiyimni qanchaga olding? 550 mingga oldim. Hayvon 550 mingga seni to'yingni qilamiz yaqinda. 550 mingga to'y qilib bo'ladimi dada? Oshirida. Instagramda gunohni bitta o'qimasdan, yarim yalang'ochlar ko'rmasdan, mana mumkin degan ilova bor. Shuni tortib olsang, qayerda nima skidka bo'lyapti, nima aksiya bo'lyapti, shuni ko'rsatadi. Masalan, sen kiyim olmoqchisan, qaysi magazinlarda skidka ketayotganini shunday mumkin degan ilova ko'rsatadi. Masalan, mebel olmoqchisan, mebelda ham qaysi do'konlarda skidka bo'layotganini ko'rsatadi. Bitaboy texnika desam, xullas O'zbekistonda qaysi magazin, qaysi do'kon, qayerda nima aksiya bo'layotganini ko'rsatadi. Mana ko'rsatdi. Mashinani ko'rib, sekin kiyinsang bo'laveradi, hayvon. Bo'ldi, dada, endi shundan keyin 500 mingga ham olami. Rahmini keltirma hayvon. Yo'qotgan 100 so'ming topasan, keyin uyga kirasan. Davay. Topib kelmasang, ambulatoriyaga admin bo'lasan. Hop, dada. Qatib qoldim ha. चोरी कर धड़क धड़क जिया जिया दिल बोले बूम बूम